$12.700 BYD Kim Plus. Mana bu modelga endi bitta baho beriladi. Akalar 2021-yil 12-oy, pashta 22 hisoblanayotgan BYD Kim Plus bu plug-in versiyasi akalar, ham tok, ham gibrid, ham 1.5 benzin motorli. $12.500 21-yil 12-oy. Plug-in akalar, beskulchovoylar, elektropaket, ichlarida bagatelini qarang, seri salon, elektrichka, power сиденье, polilar solingan, chiroyli kojini kombinirованный seri qoralar attenkasi bilan multirol va ichlari monitorlariga, EcoSport rejim avtomatlariga ahamiyat berib qarab qo'yasizlar. Kelar. Voy. Hozir ochib olaydi, ochadi. Voy. Ha, endi ochildi. Ichlari kengligini bitta ko'ringlar. Lyuklari ham qaralgan. $12.500 BYD Kim Plus yili ham yangi va plug-in, ham benzin 1.5 объем, ham toki bilan ham yuradi. Mashinadagi dizaynlarga sedan versiya, mana bu stoplariga BYDlar o'zi zo'r bo'lyapti. Xitoy mashinalarini narxini kelishaverasiz. Qarang, kam bosamiz.